Qizimni tug'ganimdan keyin mana bunaqangi katta vес olganman. 2 oy deganda mana shu figuraga ega bo'lganman. Va juda ham ko'pchilik so'rashadi, mana shu figurangizni hozirgacha qanaqa qilib saqlab qolasiz? Chunki men qizimni ona suti bilan oziqlantiraman. Hech qanaqa kasha, masha hech narsa bermayman. Ona suti bilan oziqlantiradigan mamashalar biladi. Juda ham tez och qolib ketamiz. Kuniga 4-5 mahallab emas, 6-7 mahallab ham biz ovqat yeymiz. Lekin men har kun mana shu kollagenimni yeganimdan keyin ishonasizlarmi? To'q tutadi. Umuman oldin shunaqa ko'p ovqat yerdim. Hozir zo'rg'a bolamga sut bo'lsin deb bir mahal yoki 2 mahal yeyman. Chunki bu kollagenni yeganingizdan keyin sizlarni kuni bo'yi to'q tutadi. Chunki ozdiruvchi kollagen. Emiziklilarga ham mumkinmi kollagen deysizmi? Va Allohga shukr, hozirgi kunda qizim 9 oylik, hech qatiga hech narsa qilgani yo'q. Navorot boshqa bolaga qaraganda qizim juda ham aktivniy va juda ham hamma narsasi tez rivojlanib kelyapti. Hamma kollagenlar ham mumkin emas qizlar emiziklilarga mos, homiladorlar ham bemalol ichsa bo'ladigan kollagenlar bor. Va men sizga mana shunaqa kollagenni tavsiya qilaman. 3 tali kollagen, 3 ta tamga ega kollagen, jeleshkali, xuddi mana shunaqa qo'limda. Men o'zim har kun ertalab och qoringa ichaman. 45 kunga yetadi, ichida 45 ta bo'ladi. Menda sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, Telegramdan zakazlarni qabul qilaman. Buni bir martaga ichib ko'ring. Voy, mendaqa qomatga ega bo'lasiz keyin. Nalichida bor ulgurib, ovoringlar.